bilan Allohni zikr qilib tasbih aytadi-yu, lekin sizlar ularning tasbihini tushunmaysizlar. Butun vujud Alloh taolo nima qilar ekan? Poklar ekan, ulug'lar ekan. Mana shunday siz talbiya aytganingizni demak talbiya aytar ekan. Innahu kana haliman g'afura. Alloh halimdir. Alloh gunohlarni ko'p kechiruvchidir deyapti. Bugun biling, Robbingiz sizga xabar beryaptiki, sizni talbiyangizni yana ham ko'payishligini, talbiyangizni baland aytishligingizni kim aytdi? Hazrati Jabroil kelib ummatingizga buyurib, tasbihni, talbiyani balandroq aytsin deyaptilar. Va payg'ambar alayhissalatu vassalom ham hadis shariflarda nima deyaptilar? Innamal hajju deyaptilar. Qarang, faqala al-hajju, qarang, al-hajju, mal hajju. Haj nimadir deyaptilar. Faqala al-ajju was-sajju deyaptilar. Bu haj nimadir? Talbiyani baland ovozlarda aytib va o'sha iroqati dima qurbonliklar qilishimiz bu hajdir. Haj bu talbiyadir. Bugün keling bütün tanamiz talbiya desin. Keling bugün bütün vücudumuz Allah desin. Keling bugungi kunda bütün vücudumuz bilan Allohning amriga nima qilaylik? Bo'yin egaylik, ijobat qilaylik. Ey Robbimiz, biz seni rozi qilgani keldik. Sen bizdan rozi bo'l. Bizni talbiyalarimizni o'zing qabul aylagin. Allohim, endi bundan keyin biz tavba qildik. Har amringga bo'yin egamiz. Her amrini bajo keltiramiz. Nimadan qayt degan bo'lsak, to'xta degan bo'lsak, to'xtaymiz dengda. Bugun shu va'dani bering Allohga. Qaytganingizda mana shu holatda bo'lasiz. Agar Alloh saqlasin talbiyani quruq tillaringizda aytib qo'ydingiz, ne foyda bo'ladi talbiyada? Bugun talbiya aytishdan erinmaylik. Va ko'raylik olamni, olam bizni ko'rib turibdi-da, bizga havas qilib turibdilar va ularning ko'piga hali nasib qilmaydi. Ular umid qilib turibdilar, ko'plar. Aytdim men dadamning misolini aytdim sizga. Ko'plar umid qiladilar, lekin ularga nasib qilmaydi. Sizga nasib qilgan paytda bugun tarbiyani haqqini ado qiling. Butun qalbingizda, vujudingizdan agar keling tushunmasangiz, hazrat men tarbiyani tushunmayapman deng, yana takror tushuntirmagan meni nomard bo'lsin. Bugun qalban aytaylik tarbiyani tillarimizda aytganimizdek Alloh bizlarni qabul etsin. Allah subhanahu va taolo hajlarimizni hajji mabrur aylasin. Amin. Ilohim tarbiyada hammamiz balandlar ilohim tarbiyalarni aytib, Arafatlarda voqif bo'lib, ilohim Allohning bizga ato qilgan bu rahmatiga noil bo'lishligimizni hammamizga nasib qilsin. Allohim hajlarimizni go'zal aylasin. Yengil aylasin. Avvalgi safda otaxonlar umidlanib duolar qilib turibdilar. Hoji onalar Alloh hammalarini duolarini ijobat aylasin. Amin. Bugungi kunda o'sha hajni ziynati bo'lgan, shiori bo'lgan tarbiyani bütün dilimiz, vücudumuz bilan uni aytishni Alloh bizga ilhom qilsin. Amin. Va tarbiyalarimizdan farishtalar faxrlansin. Amin. Va tarbiyalarimizdan Alloh quvonsin. Amin. Va Alloh bizdan rozi bo'lib ilohim hajjimizni mabrur aylab. Ilohim hammamizni jannat ahli aylasin. Amin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. So'raganlar bor, nimani qilib qo'ydik? Xatm Qur'onimiz bormi? Qo'ya, nimalarda imomlarni o'zi o'qib olib, nima talab bor endi? Kim topdi? Ha? Boring ayting, duolarni talabini o'qing, kim? Mana marhamat.